Marcel Gazovich, Shayx Raziyev. Xayrli kun, hurmatli millatdoshlar. Haqtanda Tatar xalqining buyuk uli Abdulla To'qayning bugun bek matur kuni, yubiley kuni. Shunga ko'ra butun Tatar xalqi, butun dunyo bizga qo'shilib, shu yubiley tug'an kun birgalab o'tkazdi. Mana bilasizmi, bizning geografiya shunday zo'r. Saat ertangi 9da Abdulla To'qay ploshida aning haykalida prezidentimiz Rustam Nurgalayevich bilan shu tug'an kunning bayramini ochib yuboruv tortasida zo'r chechaklar soldi. Hem bizning prezidentimiz yanına shunday zo'r delegatsiyalar keladilar. Bizning Hamburgdan, bizning Qozog'istondan, biz Kirgiziyadan, biz Ozarbayjon, biz Daniya Vostokdan, butun yerdan, butun Rossiya, butun yaqin tira illa kishilarimiz, millatdoshlarimiz, tatarlarimiz yig'ilgan. Shunga ko'ra bu haqdan da zo'r ehtirom, zo'r ulug'lik ham shulay bo'lib ta qolsin deb tilaymiz. Amin. Şu vaqtda hurmatli jamoat, biz Buyuk To'qayning 130 yilligini uyushtiruv ishlarini ko'pdan boshladik. Davlat ko'lamida, respublika ko'lamida zo'r etib org-komitet uyushtirdik. Ham aning raisi bo'lib bizning prezidentimiz Rustam Nurgalayevich ham bizning davlat soveti hukumat yog'idan ko'pgina ishlar yog'idan birga ishni olib boramiz. Mana aytasim kelar, eng birinchi orshayaqlari, tug'anyaqlari deb qo'shlovish sho'larida biz bir oy ilk anda chiqib bütün muzey komplekslarini, klublarning aning tug'anyaqlarini qarab, narsa ishlari kerak, nindi bo'lgan yoqdan deb bir qaraganda reviziyada yasadik. Ikkinchi yoqda Buyuk To'qayning tug'anyaqlarida bo'lib qaytdik. Ham mana bugungi kundan da bütün ishlarni topshirib bitirib, maydan so'ng, buyuk jingdan so'ng biz org-komitet bilan anda chiqib, Buyuk To'qayni xuplab, anda zo'rgina meropariyalar o'tkazishamiz.